Assalomu alaykum hammaga. Istanbul, Turkiyada hammaga salom. Ancha vaqtdan beri video chiqazolmadim. Juda ham ko'pchilikdan savollar kelibdi. Oilaviy Turkiyaga borib ishlamoqchimiz, shu to'g'risida maslahat bering, shu to'g'risida video qiling deb. Demak, bugun mana shu Turkiyaga oilaviy kelib ishlash haqida ma'lumot bermoqchiman, chunki yaqinda o'zimiz tanishlarimiz chaqirdik, kelishdi va ularga ish topib berdi. Shu protsess bilan sizlarni ozgina bo'lsa ham tanishtirmoqchiman. Если что oilaviy kelmoqchimisizlar, o'zingizlar kelmoqchimisizlar, umuman Turkiyaga ishlash uchun kelmoqchi bo'lsalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu video albatta men bilaman, Turkiyaga kelmoqchi bo'lganlar uchun foydali bo'ladi. Xo'p, do'stlar, Turkiyaga oilaviy kelmoqchi bo'lsalaring, albatta bilamiz, hozir juda ham ko'pchilik Turkiya va Yevropaga ketmoqchi. Demak, Turkiyaga oilaviy kelmoqchi bo'lsalaring, конечно, mumkin, ish topish juda ham oson emas, qiyin emas, lekin topish mumkin ish. Xo'p, qanaqa ishlarda ishlash mumkin? Xo'p, yaqinda o'zimiz shu tanishimiz keldi, biz ularni 3 kun ichida ishga joylashtirdik. Ayollari idish yuvadilar, erlari shu ofitsiant yordamchi bo'lib ishlaydi. Unaqa katta restoran emas, kichkinagina oshxona. Ularga o'rtacha $800 dan $1600 oylik beradigan bo'ldi. Boshliqlari ham juda ham zo'r, hamma udobstvalar bor. Короче, yeb-ichar ishxona hisobidan to'lqa kvartira uchun to'lov qilinadi xolos. Kvartira ham o'rtacha $100 atrofida. Xo'p, endi aytadigan bo'lsam, demak, siz ham xuddi shunaqangi restoranlarda ayolingiz idish yuvuvchi, o'zingiz ofitsiant yordamchi bo'lib ishlashingiz mumkin. Turkiyaga ishlashga keladigan bo'lsangiz. Shunaqangi ishlarni topib ishlab ketishingiz mumkin. Lekin men maslahat bermayman. Bu yerga kelsangiz hamma narsa oson va o'z-o'zidan bo'lib ketadi deb o'ylamang. Misol uchun, bu yerga kelganingizdan keyin 12 soat tikka yoqda turishingiz mumkin. Tinmasdan mehnat qilishingiz mumkin. Mana shunaqangi qiyinchiliklarga uchrashingiz mumkin. Misol, tilga tushunmaysiz, ular sizni как будто so'kayotgandek tuyulishi mumkin, lekin o'z anchagina sabr kerak bo'ladi. Endi men hozir o'sha kelib ketgan yaqinlarimiz haqida ozgina gapirib beraman. Ular bu videomni ko'rsa ham noto'g'ri tushunishmasa, qolgan odamlarga o'rnak bo'lish uchun gapirib bermoqchiman. Umuman kutmanglarki, bu yerda hamma narsa oson va o'z-o'zidan bo'lib ketadi deb. Nimaga? Hamma yeri o'ziga yarasha qiyinchilik bor. O'sha aytib o'tgandek, 12 soat tikka yoqda turib ishlashingiz mumkin. Turk tilini tushunmaganingiz uchun ozgina muomalada qiyinchilik bo'lishi mumkin, lekin bu hammasi o'tkinchi, chunki turklar o'zbeklarni juda ham iliq qabul qiladi. Agardaki mehnatkash va shu o'zini ishini ustasi bo'lsangiz. Keyin siz O'zbekistonda magaziningiz bordir, restoraningiz, bilmayman endi nimalaringiz bordir, endi $10,000 pulingiz bordir. Bu yerda qizig'i yo'q-da, bu yerda siz ishchisiz. Ishchimisiz, ishingizni qilishingiz kerak. Kelganingizdan keyin ras ishlayman deb keldingizmi, oddiy ishchimisiz, o'sha yugurib ishini qilishingiz kerak. Ha, men bunaqa ish qilmayman, unaqa ish qilmayman deydigan bo'lsangiz, 3 kunda sizni u yerdan haydab yuboradi. Shuning uchun mana misol o'zimiz yaqinlarimiz kelib ketishdi, ularga yoqmadi, kelisha olishmadi, bilmayman qanaqangidir vaziyatlar bo'ldi. Xo'p, bir haftacha ishlagan yerlarda ishlamaymiz deb turib olishdi. Mumkin lekin ishxonadagilari, shu boshliqlari, patronlari ishga bormaymiz deyishganda ham kelinglar, oyliklarni ko'tarib beraman deb ularni to'xtamay chaqirdi, lekin ular O'zbekistonga qaytib ketishdi. Shuning uchun maslahat beraman. Конечно, ish topish mumkin. Xo'p, 3 oy ichida bez dokument ishlashingiz mumkin, 3 oydan keyin harakat qilib dokumentdan qilib olishingiz mumkin. Lekin shu ras ishlagani kelyapsizmi, ishlayman deb harakat qilib keling. Shtobi qanaqangidir bir O'zbekistonda $10,000 pulim bor, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa qaytib ketaman deydigan bo'lsangiz, ham rasxodga tushib qolasiz, o'zingizni pullaringizni yo'qotasiz. Shuning uchun ishlagani keldingizmi, belni baquvvat qilib, harakat qilib ishlasangiz, ish topsa bo'ladi. Bu qisqachagina mana shu ozgina bo'lsa ham shu o'zimizni yaqinlarimiz boshidan kechirib o'tkazgan voqea. Keyingi videoda Turkiyaga kelib, uy sotib olib, doimiy yashash ruxsatnomasini qanday olish haqida video chiqazaman. Kanalga obuna bo'lib, videolarimni qo'llab-quvvatlashingizni istan chiqazmanglar, chunki sizlarni qo'llab-quvvatlashlaring men uchun juda ham muhim. Negativchilar sizlarni juda ham yaxshi ko'raman.